Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Chery'ning ikkita gibridi, Arizo 8 gibrid va Tigo 8 gibrid mashinalarini to'liq obzorini qilib o'tamiz. Qani unda boshladik. Do'stlar, Arizo 8 gibriddan boshlaydigan bo'lsak, mashinamiz 1400 km yuradigan gibrid hisoblanib, 125 km tokda yuradi. Mashinamizda o'rtacha rasxodi 309 litrni tashkil etadi. Qani uni oldi tarafga o'tadigan bo'lsak, LED faralar bilan jihozlangan, tumankalari bor. 360 gradus kamera bilan jihozlangan bo'ladi. Mana bu joyga e'tibor beradigan bo'lsak, o'zida avtoregistrator bo'ladi mashinamizda. Fleshkasini solasiz, oldini zapis qilib ketaveradi o'zi. Mashinamizda avtotormojeniyalari bor, polasa ushlaydi, polasadan chiqazib yormaydigan funksiyalari bor. O'zida ko'rib ketishingiz mumkin va tabloda, ya'ni eng qiziqarlisi, mashinalarni, atrofingizdan kelayotgan mashinalarni ko'rsatib ham ketadi, как lidarda. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin, ikkita bokovoylarida slipozona datchiklari joylashgan bo'ladi va balon razmerlariga keladigan bo'lsak, mashinamiz xuddi shunaqa chiroyli diskalar bilan, 18 razmerdagi diskalar bilan jihozlangan bo'ladi. Mashinamizda kapot ustini ochadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, 1,5 litrli turbina motori bo'ladi. O'zida umumiy hisobda bunda 347 ta ot kuchiga ega. Mashinamiz 7,2 sekundda 100 ga chiqadi. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin, ikki tarafdagi eshiklarida xuddi shunaqa ko'rmas, besklyuchovoy доступ sistemalarini, knopkalar, ya'ni sensorli sistemalar joylashgan bo'ladi. Mashinamizning bu tarafidan biz benzin qo'yamiz, u tarafdagi bakga esa elektr qo'yadigan bo'ladi. Keyin buni bagajga keladigan bo'lsak, ya'ni orqa taraflariga keladigan bo'lsak, mashinamizda orqasida ham, oldida ham 4 ta parktronik joylashgan bo'ladi. Ya'ni orqaga haydaganingizda, oldiga haydaganingizda to'qnashadigan bu to'siqlar bo'lsa, mashina o'zi ogohlantiradi va 360 gradus kamera ko'rsatib beradi bu narsani. Bagajni shunchaki knopkani bosish bilan ochiladi. Ko'rishingiz mumkin, anchagina keng orqa bagajniklari va o'zidan xuddi shunaqa zaryadlash, yigirmaga tushadigan zaryadlash vositalari chiqadi. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin, samferlar joylashgan. O'zida Sony kolonkasi bo'ladi. Unda Sony kolonkasi bilan jihozlangan va samferlari o'zi bilan bo'ladi. Ya'ni bu 364 million 900 lik premium pozitsiyasida bo'ladigan bo'ladi. Mashinaga o'tirishdan oldin eshigini ochadigan bo'lsak, pastlarida Arizo 8 yozuvlari chiqadi va sidenkalari esa bu yoqda qaytadigan bo'ladi. Yana bir marta sizga ko'rsatish mumkin. Mana eshikni yopganimda sidenka o'z joyiga qaytyapti. Eshikni ochsak, ya'ni pasatka rejimi mashinaga qulay o'tirib olishga yordamlashadi bu narsa. Mashinaga shunday o'tirib olamiz. Keyin bu yoqda eshiklariga qaraydigan bo'lsak, mashinamizni eshiklarida mashinamizda mana sidenkalari to'g'rilaydigan, tepaga qilsangiz bo'ladi sidenkalarni, oldi, orqa to'g'rilasangiz bo'ladi yoki orqalarini to'g'rilasangiz bo'ladi. Va bu joyda spinkalar to'g'rilaydigan knopkamiz bor, ya'ni belda o'zimizga to'g'rilatib olsak bo'ladi bel sohasini. Mashinamizda mana ko'ring, anchagina chiroyli qilib ishlangan eshiklari bor, podsvetkalari bor, har xil o'zgaradi, o'ziga mos qilib to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Shunchaki tormozni bossak, mashina o'zi yonadi. Mashinani mana zadniga uradigan bo'lsak, erga uradigan bo'lsak, orqa kamera birdaniga o'zi ishlaydi. 360 ga bosib qo'ysak, işte mashina ko'rsatadi o'zi. Ko'rishingiz mumkin. Ishlatib ko'raverasiz yoki xohlasangiz mana buni knopkasini bossangiz, tep-tekis orqani ko'rsatib beradi o'zi. Keyin mashinamizda shunaqa funksiya borki, o'zini kartasi bo'ladi, navigatsiyasi bo'ladi. Kartasini bemalol ishlatib, xohlagan joyingiz lokatsiya urib, o'sha joyga tabloda ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Nafaqat bu yoqda monitorda, ya'ni tabloda ko'rsangiz bo'ladi. Qanday qilib bilishingiz mumkin? Masalan, men bu yoqdan bosaman va bu yoqdan esa shunchaki tablodan Начинать навигацию. bu kamerani, kartani chiqarib qo'yishim bo'ladi. Mana xuddi shunday qilib bemalol ko'rsatib ketsa bo'ladi. Tabloda tushuntirdim. Bu joylarga podsvetkalarini hozir sizga tushuntirib o'taman, qanday ishlashini. Qarang, podsvetkalari o'zida bo'ladi. O'zidan xohlagan rangingizga to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Bemalol podsvetkalar o'zingizga mosini, kayfiyatiga qarab bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz turli xil ranglar birga qo'shilganini qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. O'ziga moslab, boshqa qilib o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasa kerak bo'lsa buni o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Qarang, yana bir funksiyasi buni
batareykani masalan böyle ko'rib ketsangiz bo'ladi. Qanchaga yetishini, necha kilometrga yetishini ko'rib ketsangiz bo'ladi. Yoki muzikani qo'ysangiz bo'ladi. Agar konditsioner kerak bo'lsa, xohlasangiz mana bu joydan qo'shasiz. Agar bu yoqdan kerak bo'lmasa esa, mana yerni shuni ko'tarib qo'shaversangiz bo'ladi. Sizga munosibini to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Yoki mana bu joydan to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Sizga bu yoqda rul obogref bo'ladi, rullari qiziydigan bo'ladi. 9 klimat kontrol bo'ladi. Mana masalan bu yoqda sovuq havo chiqazib, bu yoqda issiq havo qo'yib qo'ysak bo'ladi mana shunaqa. Bu 16 gradus turibdi bu yoqda, bu yoqda esa 30 gradus turibdi. Va buni shunchaki bosib o'chirib qo'ysang bo'ladi. Bu yoqda ionizator bor. Ionizator ya'ni nima uchun? Mashinada ichidagi havoni o'zi tozalab beradi. Sidenalarga keladigan bo'lsak, bu yoqda ikkita oldida, orqasi, ya'ni 4 ta sidenkasida obogref bor va ikkita old sidenkasi obduflari bo'ladi. Aromatizatorga keladigan bo'lsak, bu yoqda 3 xil aromatizator bo'ladi o'zida. Свежий, relax, бодрящий turibdi. Masalan, buni qo'shib qo'ysak biz mashinaga приятно o'zi chiqazib turadi. Ya'ni mashinaga o'tirganingizda juda ham sizga qulay mashina turgan bo'ladi. Yana aytib o'tadigan narsalarim bor. Ruliga keladigan bo'lsak, rulida ko'rishingiz mumkin limit kontrol bor, cruise kontrol bor, adaptivniy. Bu yoqda голосовойлari bor. Bu yoqda muzikani o'tkazsangiz bo'ladi. Mana knopkasini shunchaki bossak, sensorni bo'ladi, bossak muzika o'zi qo'yiladi. Masalan, mana bundan tabloni ko'rishingiz mumkin. Ishlatsangiz bo'ladi. Men hozir CarPlay'da ulaganman. CarPlay bossam shu ishlayveradi. CarPlay'lari bor. Buni o'zi qo'yaverasiz. Yoki masalan, bossangiz muzikalar o'zi o'tkazib ketaveradi. Yandexsiz bo'lsa, Yandex muzikadan bemalol qo'yasiz. Xohlasangiz kartani bossangiz, kartadan qo'ysangiz ham bo'ladi, bemalol. Telefondan urib qo'yib, bu yoqqa ya'ni qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyin mashinamizda голосовой управлениялari bor. Голосовой управлениyalarni shunchaki bossak, Я тут. Открой люк. Хорошо. Bossak, lyuklari o'zi ochiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ovoz bilan boshqarsangiz bo'ladi bemalol. Lyukimiz panoramli bo'ladi, oxirigacha ochiladi. Shtorkalari bor o'zi, quyosh o'tib ketmaydi boshingizdan. Kaziroklariga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda oynasi ham o'zi sveti bo'ladi. Yopib qo'ysak, mana bu yoqdan yana shtorkalari to'g'rilasak bo'ladi. Bemalol svetlarni yoqsak bo'ladi mashinamizda. Keyin mashinamizning yana bir funksiyasi поворотниклар ishlatgan paytimiz ham tablodan 360 ishlayveradi. Xuddi shunaqa tarzda. Bossam o'zi ishlaydi, ishlamay tengani, shunchaki поворотниклар bilan birga. Mashinamizda xuddi shu joyida беспроводной zaryadchik bo'ladi. Mana telefonimiz turgan bo'lsa, shunchaki bossam, qo'ysam telefon zaryadga oladi. Bu joyda bo'lmaydi. Bu скоростimiz bu yoqda elektrga o'tkazsak, mashinamiz elektrda yuradi, toza elektrda. Buni bo'lsak, gibrid rejimda yuradi mashinamiz. Keyin bu yoqda rejimlari bor o'zini. Режим стандарт. Eco, normal, sport rejimlari bor. AVM degani bor. Bu 360 gradus kameraniki. Bu narsa esa muzikani ovozini ko'tarib to'g'rilasak bo'ladi. Buni ustiga bossak, tablomizni o'chirib qo'ysak bo'ladi. Monitorimiz deganim. Mashina nastroykalari bu lokatsiya, ya'ni kartaga kirib ketadi. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin podstakanchiklar. Kerak bo'lmasa bemalol shunaqa yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda kalitlar, kartalar, plyus biz saqlasangiz bo'ladi, telefonini solib qo'ysangiz bo'ladi. Juda ham udobli qilib ishlangan. Bu yoqda barimiz o'zida konseyner bor. Bu ichimliklarni bo'lsa bemalol solib qo'ysangiz o'zi sovutib turadi. Mashinamizning orqa qismiga keladigan bo'lsak, anchagina keng, eshiklari ham xuddi shunaqa. Bu yoqda mana dumaloq joyida bu ham silikozon datchik hisoblanadi. Ya'ni bu yoqda mashina kelayotgan bo'lsa sariq yonadi. Eshikni ochmay turing degan ogohlantirish bo'ladi bunda. Bu yoqda keladigan bo'lsak, podlokotniklarimiz bor. Podlokotniklarning o'zida stakanchik qo'ysak bo'ladi. Stakanchiklar bo'ladi. Stakanchiklarni qo'yib suvlar ichib ketsak bo'ladi. Orqa deflektorlar bor. Telefon kabellari uchun zaryadkasi bor. Bu yoqda podogrefni qo'shadigan knopkalarimiz bor. 3 xil rejimda ishlaydi. Arizo 8imizning shu bilan to'liq obzor tugadi. Yana batafsil savollaringiz bo'lsa, qanaqa ma'lumotlar olmay qolgan bo'lsangiz, bemalol quyidagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Biz sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tamiz yoki Cherry Termiz avtosaloniga tashrif buyurasiz. Mashinani o'zingiz ko'rasiz, test drive qilib ko'rasiz.
bemalol to'liq ma'lumot olib ketishingiz mumkin. Va keyingi mashinaga o'tadigan bo'lsak, bu bizda yaqinda chiqqan, ya'ni 30-yanvar kuni prezentatsiyasi bo'lgan Tiggo 8 gibrid. Tiggo 8 gibrid mashinamizni obzorini oldi qismidan boshlaymiz. LED faralar xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mashinamizda oldi qismida 360 gradus kameraning oldi kameralari joylashgan bo'ladi. 4 ta parktronik oldi qismida, orqa qismida ham shunaqa 4 ta parktronik bo'ladi. Ichini ochadigan bo'lsak, mashinamiz bunda ham xuddi shuncha 347 ta ot kuchiga ega bo'ladi. Ammo bunda 1200 km yuradi. 1200 km da 95 km tokda, qolgani esa mashinamiz gibrid rejimda bosib o'tadi. Rasxodiga keladigan bo'lsak, 502 litrni tashkil etadi. Mashinamiz parallelniy gibrid hisoblanadi. Xuddi Arizo 8 gibridga o'xshab, o'zini o'zi yurayotganda zaryad ham qilib ketaveradi. Ko'rishingiz mumkin, mashinamiz 18 razmerdagi diska balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Xuddi shunaqa juda ham chiroyli bo'ladi. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin, yonbosh 360 gradus kameralari, bu yoqda bokoyimiz silikozon zona datchiklari bilan jihozlangan bo'ladi. Eshiklarimiz juda ham neobычно chiqqan, e'tibor bering. Mashinamiz qulflangan payti bu narsa o'z orqaga qaytib ketadi va ochilgan payt mashinaga chiqadi. Anchagina praktichniy va qulay hisoblanadi. Mashinamiz bu tarafga keladigan bo'lsak, aytib o'tganimdek 380 ga 220 ga qo'yadigan zaryadniklar bo'ladi, razyomlar bo'ladi. Orqa bagajliklari keladigan bo'lsak, har bir crossoverimizda bo'lgan kabi bunda ham elektroprivet bo'ladi. Ochilishlari. Mashinamiz 5 talik emas, 7 talik hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin. 7 ta o'rindiqli. Buni ko'tarsak esa, bu 7-o'rindiqlari o'zidan ko'tariladi va buni tushirib qo'ysak, o'zingizga yetarlicha kenglikdagi bagaj hosil bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa o'zining zaryadchi chiqadi. Buni o'zini orqasida usilitlari bo'ladi, ya'ni kolonka, Sony kolonka bo'lgan usilitlari joylashgan bo'ladi va buni yopilishlari ham xuddi shunaqa elektroprivet va uncha mashinalarda topilmaydi. Orqasida ham suv sepadigan sim bo'ladi, o'ynatgichlari bo'ladi. Bu yoqda bak joylashgan bo'ladi, 60 litrgacha benzin ketadi. Bu orqa sidenkalarni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Nappa kojadan ishlangan bo'ladi. Anchagina chiroyli bej rangda chiqqan. Mana bu yoqda patlakotniklari joylashgan. O'zida eshiklarni ko'targichlarni ko'rishingiz mumkin. Anchagina chiroyli bo'ladi. Orqada xuddi shunaqa Arizo 8 dagi deflektorlari bor, fotograf funksiyalarining knopkalari bor va ko'rishingiz mumkin, bu yoqda mana sidenkasiga xalaq bersa agar, mobil orqada o'tirib qolsangiz, bundan to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni oldinroqqa siljisangiz bo'ladi. Va bu sidenkalarimiz o'zi oldinga orqaga to'g'rilanadi va 7-qatorga, ya'ni o'tkazolmasiz, shuncha knopkasi bor. Shuni orqaga qaytarib, bollar o'tkazib olsangiz bo'ladi bemalol. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin, ko'p joyi kojadan ishlangan, ancha-muncha. Bu boshqacha koja, ya'ni nappa koja hisoblanadi. Bu yoqda eshiklarni qulflab qo'ysak, ochib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda kolonkalarimiz, bu yoqda oynani ko'tarib tushirsak bo'ladi. Keyin mashinamizda ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli qilib podsvetkalari joylashtirilgan, eshiklarida, bu yoqda tarpetkalarida chiroyli qilib joylashgan bo'ladi. Mashinamiz tablosi xuddi shu ko'rinishda. Bu yoqda monitor ancha-muncha katta. Bu yoqda masalan Hello Cherry deb ovoz bilan boshqarib ketsak bo'ladi. Please say hello Cherry deb shunchaki bo'lsak. Ovoz bilan ishlatsak bo'ladi mashinamizni. Boyagilar Arizo 8 da ovoz bilan boshqarib, panoramalarni ochib, bagajliklarni ochib ishlatsak bo'ladi. Ruliga xuddi shunaqa bir xil limit kontrol, adaptivniy kruz kontrollari bor. Ovoz bilan ishlatsak bo'ladi. O'zida CarPlay'lari mavjud mashinamizda. Tormozlarni to'g'rilasangiz bo'ladi. Mashinani o'zini zaryad qilib ketadigan funksiyalarni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi, o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda bespirodniy zaryadchiklarimiz joylashgan. Bu yoqda 3 xil rejimimiz joylashgan. Eko, o'rtacha, ya'ni norma, bu yoqda sport. O'zbekchani qo'llab-quvvatlaydi, mana ko'rishingiz mumkin. O'zbekchasi bor, ruschasi, inglizchasi, xitoycha kerak bo'lsa xitoycha ham ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Mashinamizda bu yoqda juda ham qulay, ya'ni avarinkalarni qo'ysak bo'ladi.
Bu yoqda elektrga o'tkazsak bo'ladi, tepaga bossak, pastga qilsak, ya'ni gibrid rejimga o'tadi. Konditsionerlarni bu yoqdan qo'shsak bo'ladi, knopkada ishlaydi. Bu yoqda podstakanchiklarimiz bor, bu yoqda esa larimiz joylashgan bo'ladi va kalatini ko'rishingiz mumkin. Anchagina chiroyli qilib ishlangan. Hozir исключение dostlari bor. Larimizda konditsionerlari bor. Skorost qani deydigan bo'lsa, skorostimiz bu yoqda joylashgan bo'ladi. Mana gitarasi joylashgan. Dega urdim. Bundan qilsam, rega uriladi, orqalarini ko'rsatadi o'zi. Do'stlar, orqalarini ko'rsatyapti. Uchidaga qo'yadigan bo'lsak, atrofini ko'rsatib bo'ladi. Juda ham chiroyli qilib chiqazib beradi. Buni shunchaki bossak, bu parkovka. Ochadigan bo'lsak, joy svetlari bor, knopkasi bo'lsa 2 xil, ya'ni oq va sariq yonadi. O'ziga to'g'rilasiz bo'ladi va bu juda ham chiroyli yoritib beradi o'zi va shunchaki bossangiz o'zi sveti o'chadi. Bu yoqdan svetlarimizni shunchaki ustiga bossak, svetlari o'chadi. Masalan, bunday qilsak, svetlari o'zi o'chadi. Bu yoqdan shtorkalarni to'g'irlasak bo'ladi, ularni shtorkalarni masalan luklarni ochsak bo'ladi, bemalol luklari o'zi ochiladi. O'g'il siz голосовойda ishlatsangiz bo'ladi, bemalol ovoz bilan ochsangiz bo'ladi mashinamizni. Bu yoqda adaptivniy kruz kontrolli shu narsa joylashgan bo'ladi. Va oldi laboylari keladigan bo'lsak, qarang, laboylarimizni aytib o'tmadim, Arius 8 da ham bu funksiya bor. Old laboylar isitish funksiyasiga ega. Bunda ham xuddi shunaqa ikkita oldida, ikkita orqasida podogref bor, ikkita oldida esa abduflarimiz mavjud bo'ladi. Mana bu knopkasini shunchaki bossak, bu yoqdan rulida 4 ta sedenkasini yoqsak bo'ladi. Buni bossak esa shamollashani abdufni qo'shib qo'ysak bo'ladi bemalol. Shu bilan Tigo 8 gibrid haqidagi, ya'ni Tigo 8 gibrid, bu yoqda esa Arius 8 gibridni to'liq obzori tugadi. Agarda sizda qanaqadir savollar qolgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Bu yoqda biz Telegram raqamlarimizni ham qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, narxlarni, xarid qilish tartiblarini so'rashingiz mumkin. Hozirda ikkala mashinamizga ham rassrochkalari mavjud. Avtokreditga, lizingga yoki firma nomiga xarid qilsangiz bo'ladi, naqdga xarid qilsangiz bo'ladi. Mashinamizda ikki xil pozitsiya bo'lib, 430 millionga 450 million bo'ladi. Agar siz umumiy tartibdagi avtokredit yoki naqdga xarid qiladigan bo'lsak, 30 millionga, ya'ni foydada xarid qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 30 million foyda bilan xarid qilsangiz bo'ladi.